Onajonlar, sizlar bu xatoni aslo qilmanglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, tushuntiraman. Birinchi navaram 3 oyligicha frisalak ichib katta bo'ldi. Juda ham bolam, navaram salkam 4 kilo tug'ildi. Qizlar keyin navaram 3 oyligicha baquvvat polvon bo'lib katta bo'ldi. Chunki ona suti bilan birga frisalak ichdi. 3 oylik bo'lgandan keyin kelinimga ko'proq imzi, kasha emas, ko'proq imzin deganim hisobiga kelinim bu frisalak shirin ekan, ko'proq kashaga o'tib qolyapti deganlarda sirazi o'g'limga aytgan, Nutrilon olib kelib berayim degan. Keyin o'g'lim sirazi Nutrilon olib kelganda qaranglar, frisalak ichayotgan bola sirazi Nutrilonga o'tgan. Nutrilonni ichib turib 3-kuni yo'q, bu ham yaxshi emas ekan deganda, endi bilmayman nima deganlar, 3-kuni Nutrilon ichgan bola. Qaranglar, onajonlar shu xatoni qilmanglar deganim, birdaniga bitta kasha ichib turib ikkinchidan uchinchisiga o'tib ketmanglar. Sababi bolani oshqozoni buzilganda, bola qorni dam bo'lib, ichi qotib, shunaqa chirillab yig'ladi. Bir haftaning ichida bola ves yo'qotdi, shunaqa chirillab yig'ladi. Ichirmagan dorimiz, olib bormagan doktorimiz qolmadi. Shuning uchun onajonlar bu xatoni qilmanglar. Yangi tuqqan onajonlar bola hali yoshsizlar. Bir og'iz pediatr bilan maslahat qilinglar. Menga mana bu kasha yoqmayapti, boshqa kashaga o'tkazsam bo'ladimi yoki qaynonanglardan bir og'iz so'ranglar. O'sha bola katta qilib qo'ygan. Men ertalab ketib kechqurun keladigan bo'lganman, ishda bo'lganman, bilmaganman. Bola chirillab yig'lagandan keyin bu nima bo'lsa, kashasini almashtirdim. Oyjon deb kelinim aytdi. Bu videoni inshaalloh tez kunda farzand ko'rish arafasida bo'lgan yoki kichkina bola chaqaloqlar katta qilayotgan onajonlarga yuborib qo'yinglar. Bu xatoni aslo qilishmasin.